Sultonadan mana yangi gaz chiqdi. 2-mart kuni Komko yangi gaz. Mana shuni sarg'ash jarayonini har kuni rasmga yo videoga olib qo'yib boraman. 3-mart kuni mana kechagi ko'k bananning holati. Bugun 4-mart. Qanaqa holatga kelibdi? Bugun 5-mart kuni Komko bananimiz bugunga kelib mana qanaqa holatga keldi. 6-da video olish esimdan chiqib qolibdi. 7-da dam oldim. Bugun 8-mart. 8:03. Ayni eng cho'qqisiga chiqqan chiroyli payti. Endi bu orqaga qarab yuradi. Sepkil tushadi, qorayadi. Bugun 9-mart ekan. Qanaqa holatga kelganini birgalikda ko'ramiz. Eng sariq holatga kelgan. Mana sepkil tushishni boshlabdi mana. Sepkil tushishni endi boshlabdi. 10-da ololmadim syomka. Bugun уже 11. Kechasi bilan qor yog'ib chiqdi. Bahorda 10-mart kunida bananimiz holati yana ham pishdi mana. Ko'rasizlar. Sepkili ko'payib ketgan. Mazasi eng shirin bananlar mana shunaqa bo'ladi. Bundan ham bu yog'iga yana ham ko'payib pishiraveradi. Bugun 12-mart. Ropqorasida 10 kun bo'ldi mana shu banan Komko chiqqan holatiga. Mana 10 kunda bo'lgan holati. On 3-da ololmadim. Bugun 14. Mana. Uje kameradan bilinmayapti, lekin hidi shunday keldi, pishgan banana hidi. Eng shirin bananlarning bittasi mana shunaqa holatdagisi bo'ladi. Video katta bo'lib ketmasligi uchun har kuni ham syomka qilmayapman. 15 o'tkazib, mana bugun 16-sanaga yetib keldik. Buni endi arzonga sotmaymiz, buni ehson qilib yuboramiz. Bugun 19-mart. Ertaga Xudo xolasa Hayit, Ramazon Hayit bayramini nishonlaymiz. 17-18 ating olmadim. Bir to'la 19-da olaman. Bananimizning holati o'sha achinarli holatga kelgan. 2-martdan beri saqlanayotgan banan. 2-martda Komko chiqqan banan. Mana. Hali plomba mana ochilmagan. Buni bananchilar tushunadi. Shu paytgacha umuman ochmadim. Mana hozir ochib ko'rsataman. Ichlarigacha. Mana. Tegi har holda ustiga qaraganda yaxshiroq holatda ekan. Ba'zi hollarda tegidan yomon bo'lib chiqadi, usti yaxshiroq turadi, tegi yomon bo'lib ketadi. Mana o'sha rasmda ko'p ko'rsatadi mana-ku. Bu 15 kundan oshiqroq saqlangan banan, salkam 20 kun. Bahor havosiga zo'r. Yozda bir haftada shunaqa holat kelib qoladi. Gazdan chiqqan Komko banan bir haftaning ichida shu holatga kelib qoladi. Bir kun ichida oqaradi, bir kun ichida salatlashadi. 2-3 kun sap-sariq bo'ladi va 3-kundan keyin o'sha sepkilga yuradi. Mana hozir bahor havosiga bu orada qor ham yog'di, yomg'ir ham yog'di, kunlar salqin tushdi. Mana. Buni Xudo xolasa isrof bo'lmaydigan, uvol bo'lmaydigan qilib o'z egalariga yetkazamiz. Kerakli joylarga yetkazamiz.